Mana biz объем ham bitdi полностью. Ochaqimiz to'rtta bayna bitdi полностью. 23 kun ichida. Ko'rsataman. Shakal 10 cm sopojok qo'yganmiz. Ustiga mana metallический уголок qorasi bitta qilganmiz. Shunday chiqdi. Bu burchaklarga ham ko'ra 5 qilib kesib qo'yganmiz. Chiroyli holatda chiqdi. Qora glyansiy chiroyli chiqdi, no lekin yerbo chang tez bo'ladi. O'ta tez chang bo'lib ketadi, bilinib qoladi. Chiroyli holatda turadi-yu, lekin chang ko'p bo'lib ketadi. Mana rakvinalarni o'rnatib qo'ydik, gaz plitalarni o'rnatib qo'ydik. Mana mangalimizni shu yerga ham qo'yib qo'ydik. Mana bu chiroyli bo'lib turadi. Ustiga uголок qoradan qilib qo'ysanglar. Shunday holatda chiqdi. Deməli, o'tiradigan место bo'ldi. Qolgan baynalarni ham hozir ko'rsataman. Bu uyda orqasi bo'ladi. Mana shunaqa damalab o'tiradigan yer. Ikkinchi etajga ham chiqdik. Shunday hol. Bu yerimizda dush bor. Ko'rsatganimdek mana shu dushimiz. Shunday chiroyli holatda bo'ldi. Top-toza qilib qo'ydik. Unitaz, rakvina, stiralka qo'yiladi. Udobstvo moshniy. Vosati ham 2 sasan. Baland. Shuna holatda 45 larini kesib, chaqlab chiqarib qo'yganmiz chekalarini. Dizaynerskiy holatda. İkinci dushimizni ham ko'rsataman. İkinci dushimiz полный mashtaqa plitkadan bo'ldi. Vanna qo'yildi. Kimgadir vanna yoqadi ekan, vanna qo'yib berdik. Gidroizolyatsiya qilib, обшивка qilib, полностью qildik. Vannalarni ham joyiga qilib qo'ydik. Cheklarini silikonlab. Polni o'zimiz ustanovka qildik. Shunday ko'rinishda moshniy bo'lib chiqdi. Mana yerga unitaz, rakvina, stiralka qo'yiladi. Bu yerimiz spalniy. Spalniydan chiqqanda shunday holimiz bor katta. Bu ikkalasi detskiy. Bu yoqqa chiqqanda balkon. Balkonimiz вообще moshniy. Kun botyapti. Salqin shabada kelib turadi. O'ta moshniy proyekt bilan qurilgan ekan uyimiz. Bizda ham shom vaqti bo'lib qoldi. Shu kun botyapti. Mayli, biz ham ishimiz полностью bitdi, tozalab bu объемdan ketdik boshqa объемga.